Yaxshiman, Allohga shukr. Nima kasalliging yo'qoldi? Men kelganimda qo'rquv, vahima, keyin davleniya bor edi. Qo'rquv, vahima, davleniya bosh aylanardi. Bosh aylanardi. Asabim juda ham chatoq edi. Juda ham qattiq chatoq edi. Allohga shukr, hozir hammasi yaxshi. Davleniya dorini ikkinchi kundan tashlab yubordim. Davleniya oshmayaptimi? Yo'q, umuman oshmayapti. Hamma narsa yo'q. Vahimachi? Vahima ham yaxshi. Voy, mazza qilyapsan vahima. Keyin vahima mazza qilyapsiz ekan. Yaxshi. Yo'qoldimi? Yo'q, yo'qoldi, lekin anaqa kelsa ham qo'rqmayman. Siz qo'rqmayapsiz-da sen? Qo'rqmayman. O'sha vahima necha foiz ketdi? 80% ketdi. 20%ni o'zim ketkazdim. Mana endi kechadan oldin ikkomiz o'tirib gaplashdik-ku. Shundan keyin bir o'zgarishlar bo'ldimi? Masalan, bilasanlar tushuntirgandek. Ha, o'zgarish bo'ldi. Ancha yaxshi bo'ldi. O'zgarish bo'ldi. Ikkomiz tushunamiz uni, nima ekanligini. Tabriklayman.